Yangi xodim qo'shilgandan keyin unga telefon raqamiga SMS sifatida kirish kodi jo'natiladi. Shu holatda u kirishni bosadi. Ro'yxatdan o'tilmaydi. Xodim ro'yxatdan o'tmaydi. Hamda unga o'zini telefon raqamini yozadi. Demak, hammasini 999 qilgandik. Hamda uni telefon raqamiga kelgan kirish kodini jo'natiladi. Agar mabodo kirish kodi kelmay qolish ehtimoli bor, sababi biz uchinchi tomon bilan ishlaymiz, ya'ni SMS jo'natish tarzida. Shunaqa paytda parolni unutdingizmi degan joyi bilan kirib, yangi parol qo'yib ishlab ketishi mumkin, mabodo SMS kelmasa. Demak, ro'yxatdan o'tish qilinmaydi. Xodimlar ro'yxatdan o'tmaydi, faqat kiradi xolos. Demak, mana bu narsalar hammasi yozilib, demak, raqamini, parolini hamda roziligini belgilagandan keyin tasdiqlashni bosadi. Bossa mana boshqaruv paneli. Adminlarda admin panel chiqadi, xodimlarda boshqaruv paneli chiqadi. Shunga kiriladi. Demak, bu yerda demak 4 ta menyumiz bor. Demak, ombor mana kirdirilgan buyumlarimizni demak 11 soni, qoldig'i, ijara narxlari ko'rinib turadi. Bunisi demak aktiv ijara, ayni paytda ijarada turgan klientlarni ko'rsatadi. Bunisi umumiy baza. Oxirgisi demak tasdiqlanmagan to'lovlar. Demak, klientlardan olgan pullarni shu yerda ko'rinib turadi agar xodim tasdiqlash shart bo'lsa. Agar tasdiqlash shart bo'lsa, bu yerda hech narsa ko'rinmaydi. Bu yerda ham demak ismi, chiqishi, 4 xil menyu hamda 2 xil rejimimiz bor. Demak, bu yerdan chiqilinadi.